Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana aka 03.05.26 год. Приехали вот сегодня 04.05.26 год. За сутки с аэропорта берем, граница Илек туда и обратно, иммиграционку обновляем, да? Yangi immigratsiyonka qilamiz. Mana aka kimga kerak bo'lsa, kому нужно, обращайтесь. Aviakassalarimiz ishonarli ekanmi akalar? Shopirlar keldimi? Любое время kelasizlar, ishni bitiramiz, xayr deb kuzatib qo'yamiz. Samarani aeroportidan. Sizlar qayerdan keldilar akalar? Питерdan keldilar, Moskvadan, Sankt-Peterburg, Moskva, Murmansk, Kaliningrad kelaveringlar. Biz ketamiz. 24 soat aeroportdamiz. Granitsaga olib borib, olib kelib, xayr deb qaytib jo'natamiz. Biletlarimiz ishonarli ekanmi akalar? Ishonarli. Pulni berdilaring, elektron tashladi, uchib keldilaring. Все. Любое время ishlaymiz. 70-75.